Toza havo eng arzon lekin eng kam qadrlanadigan ne'mat. Sog'lom turmush haqida ko'p gapiramiz. Sport, vitamin, ovqat, lekin bir narsani unutib qo'yapmiz. Bu havo. Ha, oddiy havo. U nafaqat kerak, balki hayotimizning eng zarur qo'llab-quvvatlovchisidir. Toza havo nimasi bilan foydali? Miya kislorodga to'yinadi, diqqat ortadi, xotira yaxshilanadi, yurak faoliyatini yaxshilaydi, qon aylanishi tezlashadi, uyqu yaxshilanadi, melatonin uyqu gormoni tabiiy ishlab chiqiladi. Kir havo nimalarga olib keladi? Shahar markazida yoki ishxonada yopiq joylarda karbonat angidrid darajasi ortib ketadi. Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga qaraganda, har yili 7 million odam iflos havo tufayli hayotdan ko'z yumadi. Bu infarkt, insult, astma, hatto demensiyaga olib keladi. Toza havo faqat tog'da bo'ladi deb o'ylasangiz, bu noto'g'ri. Haqiqat esa, o'zingiz ham toza havo tashkil qila olasiz. Ertalab ochiq havoda sayr qiling. Har kuni xonani shamollatishni odatga aylantiring. Gullar eking, havoni kislorod bilan boyiting. Mashg'ulotlarni imkon boricha ko'chada qiling. Har kuni kamida 20 daqiqa toza havo olsangiz, bu tabiiy antidepressant va energiya manbai. Agar toza havoni qadrlamasangiz, bir kun kelib uni shifoxonada kislorod balonchiklarida topasiz.